Hammaga salom. Bu yerni ko'rib, Toshkent deb o'ylashingiz aniq. Narxlar va sharoit sizni hayron qoldiradi. Aynan sizdan bitta like kutaman. Termizda joylashgan Aerotom Jahon bozori. Xullas bu yerda kiyim-kechak, oziq-ovqat do'konlari barchasi joylashgan, sifatli va arzon narxlarda. Qolaversa, mini zoopark ham bor ekan. Har xil qiziqarli hayvonlar sizni hayron qoldirishi aniq. Detskiy plashatka va attraksionlarni barchasini topa olasiz. Oilaviy kelib aylanishga qulay joy. Har bir attraksionga alohida pul to'lamasdan 70 ming so'mga bitta braslet olasiz va kun davomida mini zoopark, bolalar maydonchasi va 8 ta attraksiondan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Eng qiziq joylari endi keldi. Ramz va Meroz, turk va o'zbek restoranlari, zamonaviy atmosferada ovqatlansangiz bo'ladi. Taomlarning ta'mi va narxlari sizni hayron qoldirishi aniq. O'zim ham qimmat deb o'ylagan edim, lekin bu fikr umuman noto'g'ri. Xohlasangiz katta banketlarni shu yerda o'tkazsangiz ham bo'ladi. Banketlar uchun katta chegirmalar mavjud. Fontan yoki favvora oldidan ham joy qilib berishadi. Bu yerda ikkita katta mehmonxona ham mavjud. Hilton va Hostel, Aqua Medline klinikasi ham mavjud. To'liq obzor kerak bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Biz hech narsani o'zimizdan qo'shmasdan turib, sizlarga sifatli narsani tavsiya beryapmiz. Doimgidek sifatli taklif bizdan, tanlov esa sizdan.